Ana bu ko'p qavatli uylar maketining haqiqiysi Mirzo Ulug'bek tumani Mahatma Gandhi va Asaka ko'chalari kesishgan joydagi mana bu hududda qurilish kompaniyasi Golden Dreamlands mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan qad rostlagan va 2018-yildan 2023-yilgacha fuqarolar bilan shartnoma qilingan. Ammo shu kungacha bironta kvartira egasiga topshirilmagan. Va 2021-yil boshida qilganmiz, bahor oylarida qilganmiz shartnomani 100% to'lov bilan. 40 milliga dollarda aylangan, biz so'mda to'laganmiz. 2023-yil mart oyida beramiz deb biz shartnoma qilganmiz. Shartnoma ham turibdi hali. Lekin biz уже necha marta kelgan bo'lsak, har safar mana sentyabrda kelsak bahorda kelsak dekabrga mana shunaqa qilib, mana hozir 26-yilga ham kirib keldik, lekin uydan darak yo'q. У нас 2019 года договор. И вот нам должны были сдать в 23-м, в первом квартале, ну максимум во втором квартале. Вот мы до сих пор ждем. Они все обещают, когда теперь это все будет. У нас здесь 5 квартир. И мы с маленькими детьми на съемной квартире живем. Уже сколько лет платим. Мы не переселенцы, нам никто не возмещает эти деньги за съем квартиры. 2023 yanvar oyida. Men endi boshida 280 million to'laganman, oyma-oy to'lab borib, общий to'laganim 600 milliondan oshiq pul to'lab qo'yganman hozirgi kungacha. Bizga aytishgan shartnoma bo'yicha 2024-yil 4-chorakida uy topshiramiz deb. Men to'lagan joyiga investitsion shartnoma qilib berishgan. Men to'lab boraman oyma-oy, bular menga uy bitsa beradi. Men uyimni hali bitta dona g'ishi ham qo'yilmagan, tegi yo'q. В апреле 2021 года я заключила с ними договор под котлован. А сколько вы платили общий? Общий 380 миллионов. Я не знаю, мы просто уже в шоке, негде жить практически. Я пенсионерка, и я продала свою квартиру, чтобы поближе к детям быть. И вот я 5 лет скитаюсь по квартирам. Qurilish kompaniyasi ilgari bu hududda joylashgan ba'zi hovlilarni buzib, o'rniga ko'p qavatli uydan kvartira berish bo'yicha shartnoma qilgan ekan. Sizda bu yerda hovlingiz bo'lgan? Da, hovlim bo'lgan. 5-etajdan berishgan, remonti ham 3 yil oldin tayyor bo'lgan. Lekin hali kirishga dostуп yo'q bizga. Nima deyishyapti sababini? Hech kim hech narsa gapirmayapti. Nega qariyb 5-6 yildan buyon uylar o'z egalariga topshirilmayapti? Bu savolimizga kompaniya mas'ullaridan biri shunday izoh berdi. Вот, я вам полностью на все вопросы задал. Я представитель заказчика, подрядчика. Поэтому почему ранее там что было, я работаю 4 месяца здесь. Я пока не могу вам на этот вопрос ответить. Именно почему? Очень много разных причин. Мы все вам эти... причины? Ну, здесь несколько руководителей компании менялось, да. Поэтому, может быть, из-за этого тоже. Xo'sh, bu uylar o'z egalariga qachon topshiriladi? Bu savolimizga shunday javob oldik. Значит, этот объект этой весной сдается. Готовятся все документы на госприемку. И этой весной, Xudo xohlasa, все это закончится и никаких вопросов ни у кого не будет. И еще могу сказать, что если кто-то хочет, пожалуйста, мы деньги, которые как бы люди вложили, мы их беспрепятственно вернем, и можно даже с пениями и так далее и тому подобное. Qurilish kompaniyasi murojaatchilarni uy uchun to'lagan pullarni qaytarib berishga tayyorligini aytdi. Ammo shartnoma qilganlar bunga rozi emas. Нет, мы деньги обратно не хотим. Мы хотим, чтобы они закончили скорее. Endi hayronman, uyimizni berishni xohlaymiz, chunki o'sha paytda to'lagan pulimizga biz hozir уже bu uy ola olmaymiz-da. 5 yil oldingi narx bilan hozirgi narxda katta farq bor-da. Aholi bu muammo bilan yurist, advokat Amrulloh Ahmedovga murojaat qilgan. Advokat shartnoma bo'yicha quyidagi fikrlarni bildirdi. 2018-yil, 19-yilda shartnoma qilingan binoni foydalanishga topshirish muddati 2022-yil deb qo'yilgan bo'lsa, ayrim shartnomalarda 2023-yil deb belgilangan. Lekin men afsuski 2018-yildagi bir shartnomada ko'zim tushganda, unda aynan mazkur binoni 2022-yilda foydalanish ko'zda tutilgan. Fuqarolar tomonidan to'langan summalar kichkina summalar emas. 70 ming AQSh dollari, 50 ming AQSh dollari, 40 ming AQSh dollari miqdoridagi pullar to'langan. Bu bo'yicha ham advokat surishtiruvi natijasida muqaddam ishlab ketgan bir ikkita qizlar bilan gaplashdik telefon orqali. Ular haqiqatan bu pullarni olganligini va kompaniya rahbarlariga yetkazganliklarini aytib o'tishdi. Bundan tashqari advokat uylar nega vaqtida topshirilmasdan pulni qaytarib berish taklifi o'rtaga tushayotganini sababini ham shunday izohladi. Manzil, ya'ni o'sha qurilish manzili juda ham lokatsiyasi qulay. Demoqchimanki, agar kompaniya hozirgi kunda fuqarolarning pullarini qaytarib berish ilinjida, ya'ni bu oldingi 2021, 2022-yil, 23-yilda tuzilgan shartnomalardagi pullar. U pullarni fuqarolar oladigan bo'lsa, u pullarga bir xona uy ham ola olmaydi hozir. Shu nuqtai nazardan kompaniya ushbu binoni deyarli qad rostlagandan keyin
unga agar fuqarolar pulini qaytarib beradigan bo'lsa, tayyor binolarni 2-3 hissa qimmatga sotganda kompaniya yaxshigina daromad oladi. Ruxsora G'afurova, Sirojiddin Hoshimjonov, Hudud informatsion dasturi uchun.